Kaori Sokichi'dan javob xat kelishini chin ko'nglidan kutdi. Oradan 3-4 kun o'tib ketgan bo'lsa-mu, uningdan javob xat kelmadi. Sokichi jasman xafa bo'ldi. Har qitim pochtalyonni ko'rganida ko'ngli bearam bo'ladi. Dadisi. Siz menga hamroh bo'layotgani 22 yil bo'lib qoldi deyman. Yaxshilab ketsan. Seni yo'qitib qo'ysam qanday bo'ladi? Yo'qitib qo'ysangiz hech qisi yo'q. Ish qilib men hozir hech nima kerak kelmayman. Oy, xafa bo'ldingmi? Men chaqchaq qilyapman. Bilaman. Radio anglamsan? Yo'q. Bugun sizning rost gapingizni anglab boqay. Rost gapni? Men o'lgandan keyin qanday qilasiz? Ahmoq. Nima deb o'lgideksan? Men rostila o'lib ketsam-chi? Buni o'ylamabdim. Shundoq bo'lsa siz o'ylanamsiz? Yo'q, o'ylanmayman. Menga bir xotim yetib oshidi. Bundaq deysangiz bo'lmaydi. Yerichu jamiyatida butun oilaning ishini joyida bir taraf qildigan yaxshi xotin bo'lmasa qanday bo'ladi? Xama emasmi? Siz xamani keyingi xotinlik olay deb o'tamsiz. Ahmoq. Nima deb yuriysiz? Shundaqmi? Xama qobiliyatli bo'lsa-mu, kishilarga ancha yoqmaydi. Ham haq bilan oson chiqishamaydi. U muvofiq emas, shundaqmi? Yo'qlar gaplarni qilgansan. Qaraganda men o'lgandan keyin sizga ro'yi qag'idak. Men dedim-ku, bu ishlarni men zoti o'ylanib boqmadim. Rost gapni qilishingizni umid qilaman. Rost gapni deyapman. Agar siz ro'yini rasmiy xuddilik olgan bo'lsangiz, taloq qaraydigan yomon odatingizmi qolib qoladi. Bunday gaplarni demagan, yana chaqchaq qilyapsiz. Sizga qo'yadigan bir talabim bor. Nima? Siz men tanımaydigan bir ayolga o'ylaning. Ro'yini rasmiy xuddilik olmasligingizni umid qilaman. Mana bu sizga qildigan vasiyatim. Bunday gaplarni qilma. Menga astoydillik bilan javob bering. Men o'qdim. Sening deganing bo'yicha bo'lsin. Ro'yini xuddilik olmang, ha? Olmayman. Yolg'on aytadigan bo'lsangiz, ro'yim sizni qo'yib bermaydi. Sana bir gün ne oldu, ha? Keçirsiz. Ro'yi qamlashmagan gap sizlarni qildimi ya? Yo'q, u hech nima demadi. Gap qilmadi. Sen onu bek yoqtiratding-ku. Shundoq. Ro'yi qobiliyatlik. Menga obdan xizmat qilyapti. Shundoq bo'lganligi uchun men uni xuddilik olmang deyapman. Siz mening maqsadimni tushunmayapsiz. Buni men obdan tushunaman. Qarmoqqa ro'yi bilan obdan chiqishiman. Ammo uzundan buyon yushilik bilan chushiliklar chiqishamay kelgan. Men hozir o'lib ketsam, o'tirib qo'ygan bo'laman. Mush ishlarni o'ylasam, ko'nglim bir yerim bo'lib ketadi. Bo'ldi, men tushundim. Endi tushundim. Har qancha ish bo'lib ketsa-mu, men ro'yini amrimga olmayman. Men qasam qilib beray, amaliyotda ro'yimi bundaq ishni tilga aytib boqmadi. Her ayda turmush xirajat berib, Kaorini e'tirof qilganimdan u bak rozi. U o'zimi shundoq deydimi? Men beparvo ekanman.
Sening nima o'ylab yurganing bilan ko'rim bo'lmabdi. Amsa nimishqa ro'yini qarisin deb turib olsa. Har kuni ko'rishtirsanlar, biyab tuyulmamda. Siz mening maqsadimni faqat tushunmabsiz, bek ahmoq ekansiz. Qandaq maqsaddi? Men haqiqiy er-xotinlikning qandaq bo'lganligini ro'yiga ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Bizning bir-birimizga qandaq kuyinayotganligimizni uning obdan ko'rsatib qo'yay dedim. Men eski ayolmikanman. Yo'q. Undaq emas. Men Ro'yi. Kriva. Men bugun sizga muz qaymoq ep keldim. Chapa tatdingiz. Men kiyimlar qurdim ekan, qarab boqay. Meksikodan qog'oz so'rab chiqib burkut yasadi. U haliq kuni Sokichi bilan Inoboda uchrashmoqchi bo'lgandan tortib har kuni birini yasadi. Aslida Sokichiga bo'lgan seg'inishini ifodalash uchun yasagan edi. Ammo har qitim yasagan siri ko'payibdi. Kaori bo'lgan siri Sokichidan yiroqlab ketayotgandek his qilib, o'zini o'zi masxara qilayotgandek bilindi. Shundaq. Siz ko'rib baqsangiz. Shundaq bo'lsin. Ma'qul. Amsa sizga topshirdim. Uzatdim demamsa. Qo'shamsa. Boshqurg'ichi. Bu yoqqa kelma. Ne bo'ldi? Sextiki bir necha yillarga oldin ola ish haqi berib tura olamsiz. Buningga bo'lmaydi. Ularni yomon o'tib qo'yamiz. Burun ba'zilarga oldin ola pul bergan to'q. Oxirida pulni iliblar, qochib ketdi. Biroq hozir ularning endi bir tiyinmi qolmay ishga qo'l bo'lmayotidi. Ba'zilarga pul bermasa boshqa yerga berib ishlaymiz deyotidi. Faqat amal yo'q. Pul deyotganlar kimlar? Takida, Akagawa, Yenetegi, Yamanishi, Tonotaka qatorliqlar. Hey, chaqchaq qilyapsan? Hammasi degidek bakan emasmi? O'zim bu peshko'y so'ray deb turibdim. Sendagi ish beshi, chaqchaq qilmasangchi. Shaxmat o'ynamoqchi edik. Yataro, nahayt yomon bir nima ekan. Har bir qo'l o'yinda ikki moddan utaverib, pulning hammasi uning cho'ntigiga tushib bo'ldi. Astag'firullah, sen bu ishni qilib yuramsan? Ha? To'xta! Yomon bo'ldi. Ey, to'xta! 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 Sen yerda! Turib Pulumni beraver. Tez bo'l. Ey, to'xta deyman. Pulni berasizmi? Ha? Og'izda. Pulumni ber. Nima bo'ldi? Og'irashma ola. Xo'jayin. Xo'jayin, pul bor odamlar uchun omig'imi taskan. Nim bo'ldi, Agakawa? Nayt, sat ish bo'ldi, xo'jayin. Senda nima ish bo'ldi deb so'rayapman. Kaori. Ha? Shaxmat qani? Eichironing xonasida. Mana chiqpa. Xo'p. Kriva. Kechirsiz. O'lta. Oshirani oyoqqa olib ket. Tez bo'l, tez. Uxtim. Men mushu oltin bilan yurtimda xilim nam chiqargan odamman. Cho'shida o'tkazilgan ishdan sirtqi musobaqada 3 qatimliq atyazlik musobaqada birinchi, 2 qatimliq kuzlik musobaqada birinchi bo'ldim.
Men oynamay. Siz meni kechirib etding. Undaqda sen ajizlanib o'zaq tikansan. Yo'q. Ular o'ynaymiz deb ching turib oldi. Oxirida utib oldim. Shunda qilib 40 ko'y pulni elib oldingmi? Ular meni uttirib qo'ydi. Da ko'ranlab ketma. Endi meni utib oldigan bo'lsang, men sana biroz ko'paytib 40 ko'y beraman. Men utib oldigan bo'lsam, sen ularning pulini qaytarib berisa. Xo'jayin, bu o'rinsiz gap bo'ldi. O'rinsiz gap. Meningcha Yataro jazman utib oladi. Nimishqa? U bek ustkan. Bu qatim cho'qim utib oladi. Shundaq-ku, ha? Men tikishiman. Xo'jayin utib oldi. Cho'qim utib oladi. Ha, ma'qul. Men 3 mot tikdim. Yatoro utib oladi. Men xo'jayinga tikdim. To'g'ri. 5 mo'chan. Men Yatoroga tikdim. Bir ko'chan. Meningcha yanılar xo'jayin tikkan tuzuk. Bo'ldi, qaranglar. Isinlarni chiqib qoldimi? Do'konda qamarlanishga bo'lmaydi. Apla, uni tuqapdimi? Apla. Qoidani buzma. Sen sizlar ko'z buyab qahni utib oldi ekansan-da. Xo'jayin, ben qahvashkansiz. Nima? O'zingizga silinch silyapsiz. Astagfirullah. Qo'sqini ko'p atamdi. Kavri Yataro silinch chiqibdi. Xo'p. Chapsamang. Nesbet otamdi. Tursan. Mana mandim. O'ylab mangding, ha? Men bir o'yinni olay. Vaziyat qandaq? Ha? Shaxmatchi. Shaxmat nima uqmaydi ekanman. Faqat Yataroning oxiriga chekayotganligini ko'rdim. Xo'jayin degan baribir xo'jayin-da, ha? Yana nima mangmaysa, kech kirib ketyapti. Yana menga alamsa? Maqola. Qanday qilsizki? Men shaxmatga usta. Ko'zga ilmag'am putar, putga ilishibdi degan shu. Qismat qoldi. Shoh chiqdi. Barzin chiqdi. Bu ne? Shoh badi. To'g'ri. Bu ne? Bu Xo'jayin, siz bek parvosizkansiz. Otni ishiltayverasiz. Xudo xohlasa qanday bu ne? Uftob. Vaziyat o'zgardi. Boyam qinochiligingizdan ketdi. Aldırmay tur, ben de tutturmadım. Amsa, mamamsiz, qarang. Meni atiq peshkan ba, bu yerda tiqshoq. Farzin ba. Qarang, bu yerda yana ikkisi ba. Ot bilan gardi ba. Siz urg'ingizga qarang. Men yavitiman. Men yavitiman. Ömer'ine kızıqını soqib sende. Yaşa. Ölümden qo'rqmaydigan Yataro g'alaba qildi. Necha qitimliq musobaqada o'tib chiqqan sarkardini yig'ib oldim. O'yladiki jida puraydu har yanda. Bunda qiralab ketma. O'ta. Kim olsa? Nima qilay deysiz? Bu nima shamdi? Har qancha yaqin do'st bo'lsa adab qoida degan borda. Shunda o'ynaylik. Qanday deysiz? Bo'lmaydi, mojigim qo'yaver. Pulni berman. Biroq sen ko'pchilikka men uttirdim deysan. Nada bundaq ish bor? Bo'ldi bas. Meni kuchim sinikini jir. Xatolashdingiz. Yengan odamning kuchi chiqib bo'ladi. Deydigan bo'lsang, sen pul bermayman. Aldamchikansiz. Kaori kulivatkilik qil qoldi. Balalik qilayotgan dadasining vujudidan u otaliq mehrini his qildi. Resiko, sizning xetingiz. Kimdan ketdi? Kavahara Xataniydan. Beg'araz so'ltak. Achiq axlat sanduqqa tashlab etding. Biroq hech qisi yo'q, tashlab etding. Bu dunyoda Resikoga o'xshash o'tdek muhabbat xatini ko'rmayli tashlab etadigan odamlarmi? O'ziga o'xshash xat kelishni to'rt ko'zi bilan kutib turgan odamlarning mubolig'ini his qildi. Nima degan tang'silmagan jahon bu? Qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Oy. Putingiz ag'riyotamda? Qopirib ketdi. Bek ag'riyotamda? To'g'ri chiqib surib qo'yay-a? Voy.
mo'shtaq bo'lib ketsimi, bizni harbiy mashq qildi. Qandaq bir chidig'ili bo'ladi. Putingizning Fujiyama teg'ining purg'i kelyotidi. Siz qanaqa deyalamsiz? Fujiyama teg'imi xafa bo'lib qoladi-jimi? Qapingizni purib turyotidi. Bu gap og'zingizda chiqdimi? Acha. Shamsa. O'ltiring. Nimishba? Men Yoshitakedan so'rdim. Sokichi choy ichiribdi. Ümidsizlendingizmi? Yo'q. Mayli kimni bo'lsin 20 dan oshgandan keyin choy ichirdi. Anglasam, Taka kentidagi bir pomshikning qiziga o'ylan kerak. Shundaqmi? Bu ishni sizga deymi demaymi deb ko'p o'ylanib, oxiri dedim. Rahmat sizga. Rost shundaqmidi? Izg'irin sovuq shamol Kaorining qalbini siypab o'tgandek bo'ldi. Garchi dastlabdila bu boshqa chiqmaydigan muhabbat rishisi bo'lib qolganligini uqqan bo'lsa-mu, ammo Sokichining loyiq topganligidan xabar topgan chog'ida Kaori bir tarafdan putlab o'tgandek tuyg'uda bo'ldi. Ehtimol Sokichi uni dengiz bo'yiga chaqirtib, ayrilib ketadiganligini uqtirib qo'ymoqchi bo'lgandi. Lekin men texnichi dilag'ol bo'lib yuribdiman. Uningga xat yezib, kecha-kunduz uningdan javob kelishini kutib yuribdiman. Buni ish chaqirtish degandan ko'ra, hiylagarlik degan tuzuk. Acha, sizden bir ishni so'ramoqchi edim. Nimishni? Sizlarning bu yerda Chiyuko ismli bir qiz bormi? Bu qizni tanimaydi ekanman. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, o'zim kirib qarab baqsam, boy yo'qligini bilaman. Jiringlar. Jiringlar. To'xtanglar. O'z gap qil. To'xtanglar bo'lmaydi. Ishingni qil. Kechirsizlar. Nima ishinglar bor? Başlarınlarını çapsan çakırıp çıkınlar. Bana men başliq. Teştikmi. Bu nayt tutunu çıraygo. Men Momo 2'de işleymen. Momo 2 degan Masto payishxonasi emasmi? Sen obdan bildiken sen de. Yaş vaqtimizda ko'p g'amxo'rlik qilgan. Rahmat. Bugun bir ish bilan keldinglarmi? Shundaq. Pul olib keldinglarmi? Undaq emas. Bizning bir qiz qishib ketgandi. Anglasam, sizlarning zavodinglarda ishlab etibdi. İsmi nima? Onun ismi Ono Chiyuko. Undaq ismli qiz yo'q. Belki ismini o'zgartib olgandi. Men kirib tunib olsam bo'lmadimi? Hozir ish vaqti. Kech tarafga kelinglar. Bo'lmaydi. Bizning xizmatimizga daxl qilmanglar. Sen onu yoshirib qo'ymoqchimi? Bu cho'ng ishmi? Nima bo'ldi ishmishi, ha? Nima bo'ldi, ha? Ular Momoki'dagi bir qizni mishaga qishib keldi deyapti. Pa, javobdan ish bo'pti. Nima degan u? Pashxonaga endi bormasak bo'g'idek. Az gap qil. Eshitsak nada? Sizlarga deb pasak chatoq chiqadi. Bu kazzab. Nima dedi? Nima? Urishamsizlar? Ha? Nima bo'ldi? Urishamsizlar, ha? Qaytib bo'ldi. O'zbeklar bu so'mizga urishamsizlar, ha? Bo'ldi. Jidal chiqamanglar. Yurgini qaptaq qilib, yer o'ti jamoat kelib jidaltirayotganda qarmandigan. Ter qaytib ketma deyishma. Shundaq. Pishaqni yig'ishtiringlar. Ustam.
Ondaq bo'lsa, biz kech kelaylik, ha? Bu gaping joyida. Bu yerda turmanglar, talashib ketinglar. Agar u qiz bu yerda bo'ladigan bo'lsa, biz uni qaytirib olib ketamiz. O qiz bo'lmasa qanday qilasizlar? Shu chog'da biz fohishxonaga berib jidal chiqarmiz. To'g'ri, fohish qizlarning hammasini bog'lab kelamiz. Ho, jon yo'prosh. Nima yo'q gapirsa? Ha? Nima deyapsan? Jiringlar. Kaori faqat xotirjam bo'lolmadi. Agar fohishxonada turgan bir qiz bu yerda ishlab yurgan bo'lsa qanday bo'lg'ini? Hammadan yomon bo'lg'ini, Kyobi doktorxonaga ketgan o'zi yo'q edi. Hamma fohishlarni pek yomon ko'rdi. Uning deganining foydasi yo'q. Risikoga tish kerak. Kaori ichida mashunda qarorga keldi. Yamanlık qilma, bu qiz bu belli bak. Yürüyorlar. Onu mu birge yapmayla? Yürüyorlar. Kaori. Ha? Kaçaylı, gel! To'xtanglar! Gel! Hech nima bo'lmasiz? Meni siz doktorga ko'rining. Faqat azroq surilib ketdi. Kechirsiz. Siz meni deb. Bundaq deb ketmasangiz bo'ladi. Tazımı şor peshani qizga. Kechirsiz. Yo'q. Men sizni demedim. Men ichki sexidagi yeli qizini da'vatman. U jim turib olgan bo'lsa, ko'pchilik uni yoshirib qo'yadi. U o'zini o'zi qarab turib tutib berdi. Balkim u bak qo'rqib ketgan bo'lsa kerak. Men shunday o'yladim. Oxiri tutib ketdi. Bechora qiz. O'ziga o'zi qipti. Nimishqa? Kim uni o'zining tinini sotsin debdi-kan. Bu ishni u o'z ixtiyorligi bilan qilmagan. Cho'qim boshqalarning qurboni bo'lgan. Pulni deb erkinligidan ayrilgan. Kaorining degini to'g'ri. Fohishxonaning mavjud bo'lib turishi ayollarni kamsitganlikning isboti bo'la oladi. Buni bilaman. Biroq ba'zi ayollar mushundaq kasb bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radi. O'zi xohlab tinni sotsa, buni bir narsa degil bo'lmaydi. Masalan, tinni setishga majburlash orqali eksploatatsiya qiladi. Eksploatatsiya qildi? O'ttirdan foyda oladi. Bu nuqta bo'yicha qaraganda yerichu jamoatimi mushundaq foyda oladi. Xanim, sizdan o'tinib qolay. Bundaq deb xo'jayining yomon gapini qilma. Xama, sen bundaq qaramamsan? Men bundaq qaramayman. Xo'jayinga o'xshash rahimdil odamlarni topqili bo'lmaydi. Kaori, siz qanday qaraysiz? Ha? Dadam nurg'un odamlarning shillisiga minib turyapti. Siz qanday qaraysiz? Xanim, keyin tatquluqni tatib qolmang yana. Begim yo fohishxonaning xo'jayini bo'lmasa. Dadam doktorxonada xo'rak tatib uxlayotgandi. Kaori, nadiki yo'qlang ishga aralashdingiz. Qiz bola turib, jidal terib, do'kondagilarmi yorlandi. Men onunga qo'l qo'ydim. Qara, u nima degan battir? Battir emas. Men faqat uni tishlab oldim.
Mayli nim bo'lsin, men endi til ahanat qalaman. Nima ish til ahanat qalasan? Kaorining bu ishiga men mas'ul. Kaori xorlangan bir qizni qutuldirmoqchi bo'ldi. Uni taqdirlisi bo'ladi. Shunda qilib bo'lamdi. Kechirsiz. Kim yarlandi? Umaki meni qutuldirman deb pichoq tegib ketdi. Shundaqmi? Uningga yuz kelamigidekman. U yigit sizni yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi. Ha? Agar shundaq o'y bo'lmagan bo'lsa, unda qilmaydi, shundaqmi? Yo'q. Umaki yerichi zavodining xizmatchisi bo'lish salohiyati bilan shundaq qilishi o'rinliq. Uni aytsam ekan. Samimiyatligi rost. U dadamning yaramliq odami. Sizning qandaqroq? Chiroyli. Rangimi yaxshi, badiyligimi kuchlik. Rahmat. Bitgandan keyin men uni opamning yotog'iga qo'yib qo'yaman. Qo'lingizdan hamma ish keladi ekan. Nima degan chiroyli. Lekin men Cho'shida beliqchi kiyimlarga qadaydigan cho'ng bayroq yasaydigan do'kon bormi? Bir sili bor. Ati meni boshlab bering bo'lamdi. Ha? Qandaq yasaydiganligini ko'rib baqay. Buningdan boshqa ashundaq nusxalarga men bak qiziqaman. Bekshiraq. Nadirak? Cho'shi tramvay yo'lining oxirgi bekitida. Togawa deydigan bekash shumi? Ha. Bekhiroq emaskan-ku, ha? Kaoriga nisbatan u yer to'liq yiroq edi. Togawa degan ismni anglasa, issiq iqim shu an uning vujudini qoplaydi. Lekin hozir uning u yerga zodi yaqin bag'isi yo'q. Yo'q, bu yolg'on. Amaliyotda uning shu yerga hozirlik uchib bag'isi bor edi. Kaori birdulla mushu topda o'zini o'zi tushunmaydigan holatga kelib qolgandek bo'ladi. Shu kuni atigan tarafda Togawa daryosining yuqori eqinidagi Jangyu sohasidagi eng chong voda Jangyu shirkati elchi avatdi. Ularning deyishicha, Yerecho shirkatining Jangyu kemisi voda shirkatining kemisiga qoida yo'sindan chiqib adabsizlik qilgan ekan. Sizlarning odaminglar kiyimini qalaymi haydab bizning kiyimimizni daryoga qistab kirgizib yutibdi. Rasla Yerechoning kemisimi? Shundaq bir necha odam o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Avval kim jidal terdi? Kechirsiz, Yerecho xo'jayin. Sizlarning kiyiminglar qoida yo'sinni buzishda nom chiqaga. Yo'q, bu mumkin emas. Yo'q, bu rost. Ular to'xtamay kiyimini haydab bizning kiyimimizning quyruq qismiga usgan. Qarshi eqim bilan ravon eqimida ketayotgan chog'da, dal ikki eqimning kesishadigan joyda voqea yuz berdi. Ular dengiz qatnash qoidasi xiloflik qildi. Omiki. Hop. Bu ish rasmiy yolg'onmi tekshirib baq. Bo'ladi xo'jayin. Voda shirkati qasdanga mushundaq voqeaning yuz berishini keltirib chiqargan yoki ichki kiyimi ta'minlab voqeaga chiqqan bo'lishi mumkin. Biz undaq razilliklarni harakat qilmaymiz. Biz qildikmi yo'q, sizlar tekshirib baqsanglar bo'ladi. Hamma odamda o'zini puti ostligini ko'maydigan chog'lari bo'ladi. Shirkatimizning ishchi xizmatchilariga bo'lgan tarbiyasini aytib qattiq. Shundaq. Anglasam ishchilar uyushmasi qurilib, sizlarning ishinglarni aytib qalaymi ekan? Javob atdinglar. Shirkatning direktoriga salimimni yetkazib qo'yinglar. Rahmat. Dada, men mangdim. Doktorxonaga boramiz. Omiki, mashinani olib kelgin, tezroq. Kerak emas, biz tramvay bilan boramiz. Shundaqmi? Baldiroq yenib kelgin. Xo'p, opamga deydigan gapingiz bormi? Apangga deb qo'y, men azib boraman. Uqdim. Mangayli. Biz mangdiq. Xenim. Kechirsiz. Siz Mizihashi Sinigo ismli bir sintunimsiz. Bir necha kun ilgari u sizlarning shirkatdan olgan ekandik.
Hozir bo'lsa va'da shirkatga kelib olib, ishchilar uyushmasi degan bayroqni ko'tarib olib, bir muncha malmonchilik paydo qildi. Bu ishda bizning mas'uliyatimiz yo'q. Buni sizlar yolab ishlatibsizlar. Lekin sizlar gapning o'chig'ini deganimiz tuzuk. Yo'qlar ish talashmoqlar. Buni yer uchun shirkat qo'lab chiqqan. Qutaraqqulik qilganlik uchunmi? Qutaraqqulik qilmadi. Ishlar bilan chiqshamidi? Xato anglabsiz. U uchiq chiqqan guppangchi ekan. Bo'ldi, ketinglar. Mizixoshining xabari tuyuqsizli chiqib qoldi. U yana xatarli harakatlar bilan shug'ullanib etibdi. Risiko bu ishni uqamdiganda yoki endi anglandimi? Her ishkinglar kapsizlar obdan bo'pti. Meni yolg'iz sirtqa chiqaqil qo'ymaydi. Kaori meni nazorat qiladi. Nima deydigansiz? Dadam azaldan sizga pek ishinib kelgan. Odatdagi yurish-turish mo'naydim oyim. Bundan keyin dadamning ko'nglini og'ritadigan ishni qilma, ha? Ma'qul. Kaori, opangizga pek ig'irchiligimni silib etdim. Xizmatingizni obdan qilib ketaman. Chirayingizni obdan bo'p qopti. Patarda sun'iy havo kirgizish operatsiyasini qiladi. Tezroq saqaying. Dadamga rasmiy xotin bo'laman deb xamxil qilayotganlar ishini qilsin. Ha, shundaqlam bormi? Nima desam bo'la? Balkim bordi. Kaori opisini da'vat qilganini tushundi. Har kuni nima ish qilyapsa? Kitob o'qiyapman. Kashta tikyapman. Xuddi Rayiba qizdek kun o'tkazyapman. Bundan keyin nomdan ancha-muncha so'z o'qishni o'rgansam bo'g'adek. Chaqchaq aylandirma. Sirtqa chiqib kiray. Appa. O sizni davasa, yana siz kim tursiz-ku? Nima? Rasmiy xotinlikning o'rnini egallamoqchi dedi. Bu sizning degan emasmi? Mumkin emas. Sizdan boshqa kimni deydi? Ko'nglimga olmayman. Onunga boshqa bir gap qarasin. Qiladigan ish yo'q. Bekor yurgan ayollar bor. Xonim menga ko'p yaxshilik qildi. Xonim meni qarashni topilgan ekan, menmi qanday qaramayman deyalayman. Faqat siz o'zingizni shundoq o'ylaydi ekansiz. Sen buni tushunmaysan. Siz o'zingiz tushunmaysiz. Opis bilan javoblashish kishini bearam qiladi. Mush ish tufaylidan uning risikoga o'chmanligi qo'zg'aldi. Mangayli. Nega borsizlar? Beliqchi kemilarning bayrog'ining nusxasini ham uni qanday bo'yaydiganligini ko'rib baxmoqchidim. Kaori boshlab boradi. Tugaga boramsizlar. Ba'zi chaqlarda dengizni ko'ygim kelib ketadi. Paxas bo'g'in, bugun shamol bor. O'zimni shamolga sep kelay deyman. Kaori, Ha? Amnisa sizga topshirdim. Risiko suv uzishni bilmaydi. Bilmay. Sen suv uzmagili uzun bo'lib ketdi, pushmon qilib qolma yana. Ben sizlarni ust qo'yay. Bo'ldi. Risiko. Yaxshimisiz? To'xtab turing. Nima ishingiz batdi? Bundaq desangiz qandaq bo'ladi? Mening jiddiy ishim bor. Men yozgan xatni ko'rdingizmi? Ba'zi yerlarni. Ba'zi yerlarni? Siz fasohatli so'z jumlalarning mutaxassis ekansiz. Yoshida Kinjironi yaxshi ko'ramsiz. Yo'q, men Akutagavar Yonusko cho'qinaman. Boshqa bir kun sizlashaylik. Tugavaga basalar, men sizlarga yo'l boshlayman. Kerak emas. Nima uchun? Men bugun Risikoni jazman uchirtiman-ku deb o'ylagandim. Menda shunday tuyg'u paydo bo'ldi. Menda peshkanlikning tuyg'usi paydo bo'ldi. Peshkanlikning tuyg'usi? Kishiga chaplashib oladigan odamlarni yomon ko'raman. Ha, men sizga chaplashyapmidim. Chunki siz meni tish qo'ymayapsiz. Sizning jamoangiz meni butunlay asir qilib oldi.
Tolib alaqşıydigan odamlarni yomon ko'raman. Qaltis gap qildi ekansiz. Bo'ldi, men sizga qo'l qo'ydim. Kaori, biz mangayli. Voja. Nim qilmoqchisiz, a? Kaori Resikoning o'tkir gap so'zlaridan nihoyat xush bo'ldi. Qattiq raddiya bilan rad qilingan taraf jasman nihoyat usul bo'ldi. Kaori Togavaga yetib berib dakki ichida qoldi. Kim biladi? Texi o Sokchi bilan ushishib qolishi mumkin. Kaorining bu jihatda hech qanday ro'yi tayyorligi yo'q edi. Mobal ushishib qolsa, unga qanday salom beray? Nima degan chiroyliq. Kemiga yo'g'on bayroq qadab qo'ysa, bumi bir xil tabriklash marikasi bo'ladi. Qandoqli kemini bitirib suvga tushirgan chaqda kemi egisi bilan bog'ni keldi qilganlar do'st yaranlar birlashib bayroq sovuq qildi. Gulbek chiroyli bo'pti. Dengizga chiqqan chaqda shamolda lapildab turdi. Rangi ochiq bo'lmasa, ko'rimsiz bo'lib qoladi. Nayt to'g'ri dedingiz. Gap qilmay turing. Kemining nomini xato yozib qo'ysam, nayt qamlashmagan ish bo'ladi. Bu yoqqa kel. Voy, bu nima? Xum. Dengiz bo'yidagi xum. Qiziq. Aldirashmi? Aldirash emas, qo'sqimiz to'ysili bo'ldi. Ustam, tinchlikmi? Kelinglar. Toni. Sizlar tanishir ekansizlar-da. Tanishimiz. Toni xeli yomon bola juma. Yo'q. Bu ishkelar Yerichi oilasining qizlari. Yerichi, jonli chiqilgan zavodmi? Shundoq. Men texi Tokiodan keldim-kin debdiman. Bu kishi bizning beliq kiyim atirtining yetakchisi. Mening ismim Furukawa Kaori. Men Kaorining otasi. Yetakchi, siz Kaorini bir yerda ko'rganda qilamsiz. Nima? Ahmaq. Qaraganda yetakchi faqat beliqni tunib, odamni tonimaydigan o'xshaysiz. Undaqda bu qizni bir yerda ko'rib ketganman-da. Yo'q, tunji qatim ko'rishyapmiz. Men akamni chaqirib kelay. To'xtang. Ha? Bo'ldi. Ko'rishmaylik. Bundaq demang, u bilib qolsa, meni ayblaydi. Bugun dengizga chiqmadinglarmi? Menga o'xshash yetakchi bu yerda turganligi demak dengizda shamol bor deganlik. Kechirsiz. Demak, sizni bir yerda ko'ribdim-da. Balkim Yushtakining uyida rasmimni ko'rgansiz. To'g'ri. To'g'ri dedingiz. O'tgan qitim gapi bo'lgan rasmi shumi? O'sha atrofdami? Yetakchi, meni izlab ekansan. Nima ish bo'pti? To'g'ri, muhim bir ishni unutib qolibman. Bir bayroq buyurtmoqchi edim. Yo'g'on qilib yasaysan. Kimimizni sizsan? Kimining nomi 16 Kiko Kawaru. 7-oyning 15-kuni suvga tushiramiz. Bundaq aldirasdan qanday qiladi? Vaqtni ching tutib tutkizib etgan. Bayroqni kemini suvga tushirgan kun ishlatmaydigan bo'lsak, xotin kishining ko'yniga bo'lib qolmamdi. Kaorining qechib ketgisi kelib ketdi. Toni aksi Sokchiga nimada? Sokchi qiyin ahvolda qolmas. U meni bayroqni ko'gili kelgan edim deb bana ko'z tutdi deb qolmas. To'satdan Kaorining ko'nglini chirmib olgan chigish bir dili yishilib ketgandek bo'ldi. Sokchi qandoq o'ylagan bo'lsa qo'rqmaslik kerak. Meni ko'gil ketdi deysimi mayli. Bu yerga kelgan ekanman, ko'rishmasam qandoq bo'ladi?
Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi saykan degan xatni besib qo'ying.